jigar oddiy mashina ishlataverib charchamadingizmi? Ana men sizga ataylab Xitoydan eng oxirgi model moyi o'zini ichida turadigan to'liq avtomatik mashinalarni olib kelib qo'ydim. Bunisiga nima deysiz bunisiga? Ha? Sizga ham shunaqasidan kerakmi? Hozir men shu bizni tomosha qilayotgan obunachilarimizga aynan shu mashina bo'yicha ma'lumot berib olay, siz bilan yana alohida gaplashamiz. Ushbu Shangon tikuv mashinamiz Xitoy davlatida yetakchi o'rinlarda turadi. Mato tanlamasdan, ya'ni yupqa, qalin matolarni bir xil tikishda juda ham zo'r. Endi aynan ushbu jonzot o'zi asli tirik jonzot. Mana kallasini ham bukib turibdi. Tikuv mashinamiz moyi o'zining ichida turadi. Boshqa mashinkalarga qaraganda ancha farqlanadi. Motori 220 tok, tezligi 4000 tezlik bilan jihozlangan. 4000 tezlik ham o'zi bir xilgi mashinkalarda 5000 bo'lsa ham undan ham tezroq bo'ladi. Ishlashlari yaxshi. 3 yil kafolat beriladi. Mashinkamizni endi sizga men matolarni tikib zo'r qilib ko'rsatib beraman. Sababi 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Nima deysiz, jigar? Bu kishi bizni hozir mehmonimiz bo'lib turibdilar. Bugun syomkaga kelganlar. Uzoqdan kelganlar. Kuala Lumpurmi, Antarktidami o'sha tomondan. Ushbu matoyimiz qalin jinsa mato bo'lib, mana bu yerda qalin buklangan joyi bor, ya'ni qalin yupqa joyini qanaqa tikadi? Ip uzadimi, uzmaydimi? Shuni ham ko'rsatib o'taman. Siz xushyor bo'ling, hozir ishni boshladik. Sizga ham shundan to'n tikib beramiz. Mazza qilib to'ylarga, ana oshlarga borganda kiyib borasiz. Pedalni orqasini bosganingizda ipini qirqiydi. Mana materialimizni tikdik, orqa tomonda choklar ko'rinib turibdi. Endi mana bu materialimiz ham bor. Bu endi ayollarimiz yaxshi biladi, villurmi, barxitmi, nimadir ham deydi buni. Keling, buni ham bir qavatini mana tikib ko'ramiz. Buni tikishdan maqsad material tanladim yo'qmi? Shu haqida sizga qiziqarli bo'lsin degan maqsadda. Mana orqa tomoni, oldi tomonda tuki borligi uchun tukni ichiga kirib qolgan. Endi yana ham yupqaroq, mana bunga o'xshagan shifon materialni ham tikib ko'rsatib beramiz. Shifon materialimizni bir qavatini juda ko'pchilik maqtanadi, mana yupqani tikadi, qalin tikadi, mana mashinkamiz. Ham yupqa, ham qalinda. O'roqni oldiga ham, orqasiga ham olaveradi. Nima deysiz? Bitta chokini ko'ringchi, yaxshimikin? Choklarni ko'ringchi, orqa tomoni, mana oldi tomon. Qali, yoqdi xullas nimamizga, nima deydi? Texnologimizga. Tikuv mashinamiz juda ham zo'r, elektronniy tablo. Undan tashqari ushbu tikuv mashinamizda 9 xil ko'rinishda to'g'ri chokani tiksangiz bo'ladi. Tikuv mashinamiz Xitoy davlatida xullas o'zini o'rni bor. Katta fabrikalar aynan shu Shangon zavodidan tikuv mashinalarini zakaz qilib xarid qilishadi. Bu ular rivojlangan davlatlardan, masalan, Turkiyaga Durkop degan mashinani chiqarib beradi, Germaniyaga Adler chiqarib beradi. O'zbekiston, boshqa O'rta Osiyodagi mamlakatlarga Shangon, Mauser, keyin yana SGMC shunga o'xshagan narsadan 8 xil brenddagi tikuv mashinani ushbu zavodimiz, ya'ni chiqib tayyorlab chiqarib beradi. Bu tikuv mashinamizning moyi o'zini pastida turadi, boshqalardan ajralib turadigan joyi ham shu past tomonda moyi bor. Mana ichida moyi mana uni ichida turganligi uchun moyi eskirmaydi. Shuni hisobiga buni ichidagi moyini 2 yil almashtirsangiz ham bo'ladi. Siz ham ko'rib oling, buni ichidagi moyi 2 yilga yetadi, 2 yilga. Ana ichida qorayib, matga bulavkalar tushib ketmaydi. Yaxshilab ko'rib olavering. Sizga ham baribir kerak bo'lib qoladi. Kelajakda qanaqadir atelye ochsangiz yo boshqa qilsangiz. Tikuv mashinamizga 3 yil kafolat aytganimdek, asosan buni elektron qismi va miyalari, shu joylari bizda asosan o'zimizda bor, Xitoy davlatidan kelgan konteynerda o'zimizda turadi. Tikuv mashinani faqat olib ishlatish kerak xolos. Elektr tokini sarfga keladigan bo'lsa, maksimalniy tezlikda, eng baland tezlikda tikkaningizda 550 vatt rasxod qiladi. 550 vatt. Bu degani 1 kilovattni yarmi. Sizlar bilan men Nurullo Ro'zboyev yana shunga o'xshagan yaxshi chiroyli mashinalarni video obzorini qilishda harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoni o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sex ochaman, sex yurizaman degan do'stlaringizga aynan ushbu tikuv mashinani taklif qilsangiz, siz hech ham yutqizmagan bo'lasiz. Nima deysiz?
endi bu kishimga endi bahoda o'z berib ketaverasiz. Kommentda o'z fikringizni qoldiring. Sog' bo'ling.